Bu unutilib ketayotgan qimmat qarashlarimizni eslatish, chang besib qolgan arzu g'oyalarimizni qaytadan tirildirish umidida Inshirah oilasidagi hadisinglaringiz cho'nqur mas'uliyat tuyg'usi bilan qo'llariga qalam oldi. Biz ko'kragimizdagi o'tliq alamni qalamimizning siyohiga aylantirib, zamon va makon arliqini buzib tashlag'uvchi tor dunyosining ijobiy taraflaridan foydalanib, YouTube'da bir ma'naviy ko'rik qurdik. Biz YouTube supsini odatdagi bir tor boshliqqa emas, balki siz bilan g'oyadashlik asosida jam bo'ladigan ma'naviy bir maktabga, qalblarimiz birlikda so'qadigan o'tliq bir ilm dasturxoniga aylantirishni umid qilamiz. Assalomu alaykum aziz qarindoshlarim, suyumlik hadisanglarim. Qalblarimizning sadolari asosida bosqib ketayotgan orzularimiz bo'lsa xunuklashib, dardlarimiz unutilib, aslimalarimiz tarixga aylanib, himmatimizga dast ketayotgan ushbu damlarda biz sizlar uchun ma'naviy dasturxon tayyorladik. Kelinglar qarindoshlarim, ma'naviyat dasturxonimizda jam bo'laylik. Bugungi biz qilgan qalb tevishlarimizga qaytadan quloq solib, ko'milib ketgan yerlardan ahdilarimizni topib chiqaylik. Bir chaqlardagi g'ayratimizni bugungi holimiz bilan selishtirib boqaylik. Har tarafdan bizni akiltib, ruhimizni uxlatayotgan qo'riq shuarlar yetmadimi? Biz endi uxlaydigan emas, balki qaytadan o'zimizni topib chiqadigan hijratning qimmatini, izzatning sabablarini qiz va ayollik latofati bilan puraklab echiladigan majburiyatlarning mevasini astaydigan vaqtlarga kelib qoldik. Aslan aziz qarindishim, taqin yaqin qilib bir qancha yil burun biz turistlari pakar, qishda sovuq, ammo ichi iymonning harorati bilan qaynaydigan ashu yer osti maktablarda, shu madrasalarda qanday ishtiyoq bilan o'tirdik. Bir oyatni to'g'ri o'qish uchun ko'z yoshlarimiz bilan qalbimizni yo'g'an, Rahmonning so'zlarini o'rganganda butun dunyoga ega bo'lgandek xushal bo'lgan ashu nurliq kunlarimizni bir aslan. Kechalari hamma odam tatliq uyqudagi chaqda siz bilan birga tiz bukib o'tirib Buxoriyning qurlarida kelgusiga plan tuzgan, Rasulullohning so'zlarini yodlaganda yurki do'pildab soqqan ashu sabdishingiz va savoqdishingizni aslan. Sizga taqvoligi, iffat hayosi va botil oldidagi keskin maydoni bilan cho'nqur ta'sir qoldirgan ustozingizning sizga o'rgatgan qizil siziqlarini aslan. Ilmning faqat diplomniki numurdili emas, balki taqvoligingizni puraklab ichiladigan, qiyamlaringizni zinnatlab, ko'zingizdan taramlab oqadigan barakatini aslan. Aziz diyoringizdan ayrilganda qalbingizga chin pukkan hijratning haqiqiy mohiyatini aslan. Biz kim edik, nima bo'ldik do'stim? Bugun ashu saboqdoshlarimiz bilan ko'rishib qolsak, sizcha o'rtaq temalarimiz qoldimi? Yana ashu iymoniy ishtiyoq, qiyamning lazzati, iymonning mevasi va Rabb rizosining qimmati haqida so'zlashalamdik. Afsuski, bugun normallashib ketayotgan ma'siyatlarga, oddiy qarilayotgan gunohlarga va e'tirofga elinayotgan hayosizliklarga aldanib ketyapmiz. Yodingizda bo'lsin qarindishim, bir millatning sipili faqat jang maydonida emas, balki bir qizning nomusi va g'ururida quriladi. Agar nuzugum ayni vaqtda taslim bo'lgan bo'lsa, o'ylab baqing, bugun bizning tilimizda ar nomus degan so'zning ma'nosi qoladimi? Agar Osiyo onamiz Fir'avnning qasrida dunyoning parog'atiga aldanib, iymonidan voz kechgan bo'lsa, bugun bizga sabatning nimaligini sizcha kim o'rgatdi? Bugun dushman bizga balki qilich ko'tarib kelmadi, ammo u bizning zehnimizni, axloqimizni va yashash nishonimizni planlayotdi. Bizni dunyo havaslariga mahkum qilish orqali qalbimizdagi shu ulug' onalarning irodasini o'ldirmoqchi. Aziz diyorda o'z-o'zimizga bergan ahdilarimizni unutildirmoqchi bo'layotdi. Lekin shuni bilingki, sizning o'qigan ilmingiz amaliyotda faqat bir diplom emas, balki dushmanning nadonliq planiga berilgan kuchli bir zarba edi. Sizning or numusingiz millatning ma'naviy sapildagi bir xish edi. Sizning balangizning quliqiga pichirlagan uyg'urcha bir eg'iz so'zingiz bu millatning mangu yo'qolmaydiganligining signali edi. Aziz hamshiram, siz va biz buyuk bir majburiyat bilan yashayapmiz. Biz yiqilsak, bir oila yiqiladi. Oila yiqilsa, millat xorlanadi, avlodlar xorlanadi. Dunyoning shavqun surallari, qalaymagan ideyalar sizni va bizni aslimizdan ayirib qo'yishiga yo'l qo'ymaylik. Bu vayrona iqimlardan oila qurg'onimizni muhofazat qilaylik. Chunki biz turgan yer millatning eng oxirgi g'alaba nuqtasidir. Bu unutilib ketayotgan qimmat qarashlarimizni eslatish, chang besib qolgan arzu g'oyalarimizni qaytadan tirildirish umidida Inshirah oilasidagi hadisinglaringiz cho'nqur mas'uliyat tuyg'usi bilan qo'llariga qalam oldi. Biz ko'kragimizdagi o'tliq alamni qalamimizning siyohiga aylantirib, zamon va makon arliqini buzib tashlag'uvchi tor dunyosining ijobiy taraflaridan foydalanib, YouTube'da bir ma'naviy ko'rik qurdik. Biz YouTube supsini odatdagi bir tor boshliqqa emas, balki siz bilan g'oyadashlik asosida jam bo'ladigan
ma'naviy bir maktabga, qalblarimiz birlikda soqadigan o'tliq bir ilm dasturxoniga aylantirishni umid qilamiz. Ilgari amaliy o'tilib, xalqimizning qalb tarixlarini chekkan va uzunga so'zilgan g'aflat uyqusidan uyg'onishga vasila bo'lgan Tarixdan tarixqa nomli 4 qismliq darslarimiz bilan YouTube kanalimizda pat yaqinda siz bilan ko'rishimiz. Keling do'stim, YouTube kanalimizga agishib oling. Birlikda o'tmishning kulidan kelgusining o'tini tutashtiraylik.